Kiprik o'stiradigan serumlar rostdan ishlaydimi? Va shu serumlarni atrofidagi skandalchi ularni zararli deb chiqishgandi. Masalan, o'rganib chiqdim. Odatda nimadirni asossiz zararli deyish yoqtirmayman, lekin bu yerda asos bor. Eshitamiz. Ba'zi serumlar rostdan ishlaydi. Ularni kiprik o'stirishga dalillar ham bor. Lekin uni sababi serumlarda prostaglandin degan komponent va uning analoglarini ishlatilishi. Muammo shundaki, Yevropeyskiy komitet Scientific Committee on Consumer Safety 2022 va 2025-yilda prostaglandin va uning analoglari haqida ogohlantirish berishgan. Kiprik yaxshi o'stirsa ham побочный effektlaridan ko'z atrofidagi yog'larni ketishi, ko'z rangi o'zgarishi, раздражение permanentni bo'lishi ham mumkin. Kстати, bu prostaglandin va uning analoglarining spisiga screen qilib oling. Lekin hamma serumlarda ham prostaglandin ishlatilmaydi. Uni o'rniga peptidlar qo'shishni boshlashdi. Prostaglandindagi wow effekt bermaydi, lekin hatto побочкалari yo'q. Xulosa, kiprik o'stiradigan serum ishlatmoqchi bo'lsangiz, sostavida shu spisik bo'lmasin.